Dilimizni rosa ham ko'pchilik so'rayapti. Tushunmaganlar uchun yana bir marta batafsil tushuntirib o'tamiz. Toshkentdan shahar ichi bilan kelaverishda mana kelyapsizlar. Bu yoqdan dalshi ketayotganinglarda Bo'stonliqqa qarab ketasizlar. Oqtoy sanatoriyasi, Tovoqsoy sanatoriyalar, bu yog'i mana Chinorkentlar, Chorvoq, xullas o'sha yo'l. Kelayotganinglarda shundoq Chirchiq sentriga kelganda, Troyskidan o'tgandan keyin Arancha degan rayoni bor Chirchiqni. Shundoq Arancha degan rayonida mana yo'lni yuzi ko'ryapsizlar. Google ga ham Arancha Somsa deb yozsanglar, shuni lokatsiyani urib beradi. Ko'rib turganingizda mana Somsaxonani ko'rinishi, yo'li bo'yida reklamasi bor. Izdan yana o'ziga ham mana kechqurun sveti yonib ko'rinib turadi Arancha Somsa gumma degan. Hozir archani orqasida ko'rinmayapti. Bemalol mana bizdan shunaqa topib kelsanglar bo'ladi. Lokatsiyaga Arancha Somsa gumma deb yozsanglar, aniq yana ham manzilni urib beradi. Ko'rib turganinglardek menyuga grill ham qo'shilgan.